Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar, aziz kuzatuvchilar. Mana Toshkentdan kelgan Layla opamizdan kelgan quyonimiz tug'ish oldi jarayonlarini bajarmoqda. Tug'ish uchun o'ziga joy tayyorlamoqda. Mana samonlarni to'shab. Bu 5 kun oldingi holat. Quyonlar, ayrim quyonlar mana shunday 5 kun oldin joy tayyorlaydi, ayrimlari 10 kun oldin tayyorlab qo'yadi. Yana ayrimlari esa tug'ishdan 1 soat oldin ham shunchaki tayyorlab, yunglarini yulib tug'oradi. Hamma quyonlar har xil. Bu quyonimiz mana joy tayyorlashni boshladi bu ham. Bu quyonimizning zoti, bu yerdagi barcha quyonlar zoti xikol hisoblanadi. Xikol go'sht yo'nalishidagi, ya'ni o'sha bruller tovuqlar singari bu ham tez yetiladi, tezda semiradi. 3 oyligini so'yib bemalol go'shtga topshirsangiz bo'ladi. Uy sharoitida boqadigan bo'lsangiz so'yib yesangiz bo'ladi. Qisqasi tezroq yetiladigan o'sha quyonlarni brulleri o'sha xikol zoti hisoblanadi. Bu video hozir Samarqandda olinyapti. Samarqandda ushbu quyonlarni ko'paytirib go'sht yo'nalishiga topshirish, bollarni sotish maqsadida ko'paytiryapmiz hozir. Shu tug'ishdan oldin quyonlar ovqatga, yemishga, ko'rimlariga uncha e'tibor bermaydi. Quyon tug'ish sanasini o'zingiz bilishingiz kerak. Har bir quyonchi o'zi biladi, quyon qachon ko'payishini. Shu sanalarda e'tiborli bo'lish kerak. Ovqatiga обязательно suv bo'lishi kerak yonida. Chunki quyon tug'ish arafasida tuqqan kunlari quyon chanqaydi. Har xil vaziyat bo'lishi mumkin. Ayrim quyonlar o'sha chanqagan vaqtda yonida suv bo'lmasa, yemish bo'lmasa o'zini bolasini nobud qilib yeb qo'yish holatlari ham bo'lishi mumkin. Shu uchun oldini olish uchun suv bo'lishi kerak. Suvni postoyanno yoniga qo'yib qo'yishingiz kerak. O'sha tug'adigan kunlarida. Ko'p suv ichadi quyonlar. Uncha ishtahasi yo'qoladi. Tug'ishdan oldin, keyin tuqqandan keyin ko'rimlarini zo'r qilib berish kerak. Kun davomida 2-3 marta beradigan bo'lsangiz ko'rimini 3-4 marta berish kerak. Chunki qornini to'ydirib, qizil sabzlardan har zamonda berib turish kerak. Sutlari ko'p bo'lib, bolachalarini do'mboq qilib katta qilishi uchun, tezroq katta qilib berishi uchun sizga ovqatiga yaxshi qarashingiz kerak. Yana undan tashqari har xil vitaminlar bor. Ular bilan sug'orish kerak tuqqandan keyin. Bu xikol zoti, bu quyonlar eng kami 8 ta, 16-17 tagacha bolalaydi. Kamida 8 ta tug'adi. Keyin bu zotga mana shunaqa 5 talik katak qilgan yaxshi. Mana shunaqa o'zi zotga mana shunaqa katak bor. Shularda boqqan yaxshi. Bu yerda mana o'zini raddomxonasi mana. O'sha raddomxonasiga quyonlar juda aqlli bo'ladi bular. O'sha yerga o'tib, mana shu raddomaga samonni to'shab, mana shu yerga yunglarini yulib, o'sha joyga tug'adi. Boshqa joyga tug'maydi, mana oyoq tagiga yoki setkaning ustiga tug'ib qo'ymaydi. O'sha raddomaga o'tib tug'adi har doim. Bular juda aqlli zot hisoblanadi. Hurmatli tomoshabinlar, kanalimizga yangi bo'lsangiz, like tugmachasini bosib qo'ying. Bundanda keyingi chiqaradiganimiz, yuklaydigan videolarni, quyon haqidagi videoroliklarni o'tkazib yubormaslik uchun albatta kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Mana bular ikkalasi xikol. Samka deydi ayol quyonchalar, qiz quyonchalar hali. Mana bu quyonimiz bolalagan. 11 ta tuqqan. 11 ta bolachasi bor mana shu quyonimiz mana. Shu bolachalari 9 kunlik quyonchalar mana shular. Ayrimlarga o'xshab 5 kunlik quyoncha demaymiz mana. 9 kunda mana shunaqa holatga keladi. Quyonchalar ko'zi ochildi. 9 kunda, 8 kun, 9 kunda ko'zi ochiladi quyonchalarda. Bu quyonlarimiz juda aqlli. Mana shu raddomiga kirib, albatta shu raddomiga kirib, samonlar to'shab, o'zini
junini, yungini mana shunaqa bo'yinlaridan, tag qismlaridan yulib, o'shalarni ustiga tug'ib, yana quyonchalarni hali go'sht bo'ladi, bular tug'ilgan vaqtda yopib, issiqqina qilib saqlab katta qiladi. Ayrim quyonlarga o'shqab har joyga tug'ib yoyib tashlamaydi bolalarini.